Og'abek legenda deb bering. Og'abek pidaras. Og'abek. Og'abek o'zimman. Og'abek mujik. Og'abek krasavchik, Og'abek chumich. Saturn bo'lgandan beri Og'abek esimdan chiqib qolyapti. Nimaga savollar beringlar. Savollar ham ko'payib qo'yandir. Istish kerak emas, ha? Shunday suqam. Sizlar og'zingizga bitta tarvik olib keling. Ummat qarasın, kut qarasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunday qo'yib qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Annas keyin so'yamiz-a? Keyin so'yamiz. Hozir helgi deb olaylik-da. Helgi, gabiya, helgi. Besahar kolan ochamiz hali. Necha chiqdi topinglar, necha chiqdi? 12. 12 chiqdi. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Zo'r. Mazza. Bugun Bilol jiyanim uylanib tabriklab qo'ygan, iltimos o'ziga ko'rsataman. Bilol, buguningdan battar bugun. Endi sen ham xotin qo'li bo'lib ketasan. O'zi Bilollar shunaqa. Hammasi xotin qo'li. Men ham uylansam xotin qo'li bo'laman. Bilol gazini bos. Bunyodga motivatsiya bering. O'zimga motivatsiya kerak bo'ldi. Oldi kamera bo'yag'i uchun chappa ko'rinyapti. O'ng qo'lda yuvonman. Iltimos yashagan qo'yinglar. Arabxona assalomu alaykum va alaykum assalom. Shu Arabxona deganlaringga Kosonda bitta qiz chempion bo'libdi. Juda ham xursand bo'ldim borki. Juda ham xursand bo'ldim. Qiynalib dadasi uylarini sotgan ekan. Qizi chempion bo'lish uchun kvartiralarga turgan ekan. Dadasiga mashina sovg'a qildi. Rosa xursand bo'ldim borki, rosa xursand bo'ldim. Malades, qiz bola bo'lib dadasiga mashina sovg'a qilyapti. Havas qilish kerak-da. Malades, martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Samandar Soqov chimodi bering.
Bunday demanglar, bir ochmadi detirmanglar, qo'yinglar. Sardor gangster yomon gapirib chiqibdi-ku. Meni ayollar bilan ishim yo'q, men faqat erkaklar bilan gaplashaman. Faqat gapirib chiqadi. Men necha yildan beri gapirib chiqyapman. Sizlar savolda chiqqanimga qancha vaqt bo'ldi? Chiqqanimga qancha vaqt bo'ldi? Hammasi gapiradi. Men sizlarga aytaman, chiqqanimga qancha vaqt bo'ldi? Lubboy gapiryapti. Lubboy gapiryapti, faqat gapiryapti. Biron marta biron joyim ko'rdilaringmi? Ko'chada bir o'zim yuraman. Biron marta yonimga odam olib yurgan internetda ko'rdilaring, faqat bir o'zim yuraman, lubboy joyga kirib boraman. Birovdan tili qisiqlik joyim yo'q, lubboydan. Sardor gangsteri shunday zo'r bo'lganda, o'sha borib Dubayda qochib yurmasdi. Mana Gold Mart ekan, shunday tikka kirib keldi. O'sha maqtayotgan odamlar maqtayotganlarni hali biza bor-ku. Hali biza o'z joy-joyiga qo'yamiz. Gold bittasini qo'yadi, men bittasini qo'yaman. Izmaketan hammasini hal qilamiz, xudo xolasa. Hali vaqtimiz yetarli. Sardor gangster hali keladi, men bilaman. Sardor gangster qayerda turadi? Nishon degan Qashqadaryoda Nishon degan joyda turadi. Men o'sha Nishonda mol qo'y boqib yurgan yigitman. Hali keladi, gilazda biron joy o'pirib o'raman. Nima qiladi yozaveradi. Men uni eshitganman tarixini. Bolalar bilan aloqa qilganda, bolalar oldiga kelsa, sirazi 02 qo'yargan. 02 qo'yargan, sirazi 02 qo'yargan. Uni telefonga yopishgan. Hamda kar qiladi-ku. Kelsin Ademmadinga kelsin. Shunday futbolga yechamiz, chetga chiqamiz, dakkan oxirigacha taylashamiz. Ishoninglar, 40 sekundga bormaydi-ku. Qo'shin yirtib o'raman. Zamoni ko'tarmaydi. Men Kilitkada urushib 4-0 qildim. Kilitkada o'zga yurtda urush qiyin. Hammaga oson tuyuladi. Yo'q, bu yoq urushni bilmaysan, unaqa qilishni bilmaysan. Men ko'chada bo'lmasa bir o'zim yurmasdim. Odilxonni biron marta biron dars ko'chada urgan ko'rdilaringmi? Yo'q, gapiradi, badir qiladi, oldiga boradi, hech narsa qila olmaydi. Chunki u Kilitkada urushgan bola, uni ham hech kim, Taysonni ham hech kim hech narsa qila olmaydi. Yoki Gold gapirib chiqyapti, Goldni bir ikkitalar gapirib chiqyapti. Shu yigit mart ekan Gold. Xumarinada o'zbek hamidi, hammasi polni qozoq edi. Meni qo'ymadi. O'zbekistonda bo'lib turib, meni qo'ymadi-da, meni to'sqinlik qilib, surib, tarab nimadirlar qildi. Mayli nima bo'lsa ham, endi qo'riqchilik xizmati meni qanaqadir narsam yo'q. Qozog'istonda qayta meni yaxshi hurmat qilishadi-da, Qozog'istonda. Bu yoqda nimadirlar qilib qo'yishmadi, hatto yonida olib tursa bo'laydi, unday qilib siltab, otib yorib, surib taylashdan ko'ra, gol chiqib kelyapti. Kiryapti, shu bola xursand bo'ldim, shu bola bor gilazman erka bolam bilan turibdi. Bo'lmasa kim turardi? Men sizlarga aytayapman, erka bolani Gold uxlatadi. Hozir kar qilyapsizlar-ku, unday bo'ldi, tuding bo'ldi.